O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov Toshkentning Do'mbrobod dahasida 1941-yilning 5-avgustida tavallud topgan bo'lib, bolaligi urush qiyinchiliklari, muhtojliklari davrida kechgan. Shu tufayli u o'rta maktabni a'lo baholar bilan bitirgan bo'lsa ham, oilaviy sharoit yuzasidan ishlab turib o'qishga majbur bo'lgan. Uning eng mashhur asarlaridan biri Ikki eshik orasi asari. Ikki eshik orasi o'zbek yozuvchisi O'tkir Hoshimov qalamiga mansub roman. Asar O'tkir Hoshimov merosining asosiy o'rinlaridan birini egallaydi. Roman ilk marotaba 1981-yilda chop etilgan. O'tkir Hoshimov qalamiga mansub eng mashhur asarlardan biri hisoblangan Ikki eshik orasi asarida insonlar taqdiri va inson umrining murakkabligi mahorat bilan tasvirlanadi. Adib birinchi navbatda tinchlikka rahna solgan urushni tilga oladi. Ayniqsa, urush voqealigining har bir ota-ona qalbini jarohatlagani, ko'ngillariga ozor yetkazgani romanning umuminsoniy pafosini tashkil etadi. Adib qalamga olgan obrazlari oddiy odamlarning fazilatlari, mardligi, matonati, vatanparvarligi va sabr-bardoshi haqida so'zlaydi. Tajribali yozuvchi roman hodisalarini teran o'rgangani uchun har bir epizod o'quvchini qalbiga jiddiy ta'sir qiladi. Asarda tasvirlangan hayot manzaralari, insonlararo munosabatlar, shuningdek, yozuvchining o'ziga xos badiiy uslubi juda tabiiy hamda samimiyligi bilan ajralib turadi. 7 qism, 47 bobdan tarkib topgan roman kompozitsion qurilishi jihatidan ham o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Undagi voqea hodisalar bayonotida qatnashgan 9 ta personaj hikoyalarini adib bir-biriga ustalik bilan bog'lagan.